Demak, hozir endi kodni yozib ko'rsak, ya'ni ism tanlash bo'yicha, ya'ni o'zgaruvchiga nom tanlash bo'yicha boya oldingi darsimizda nazariya qismini ko'rib oldik. Endi bu qismda esa o'shani yozib ko'ramiz. Birinchi bo'lib int deb kirgizib olib, keyin buni nomlayotganda nomini raqam bilan boshlab yozamiz. Bir raqam deb nomlab, bunga qiymat beramiz, ya'ni 12 deb. Keyin buni printf qilib chiqarib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Printf int bo'lgani uchun d% deb yozib ketamiz. Keyin bu joyga o'sha o'zgaruvchini e'lon qilib qo'yamiz va run qilamiz. Bu mana error beradi. Yana mana xatolar bilan ham ko'rsatib berib turibdi. Bu agarda siz ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, sirazi xatoingizni ham topib to'g'rilab keta olasiz. Endi buni to'g'ri variantini yozamiz va printfni ham ichidan o'zgartirib qo'yamiz. Mana hozir yana xato berdi, chunki bu yoqdan to'g'rilamaganimiz uchun buni ham o'zgartirib qo'yamiz. Ana endi run qilsak, endi 12 ni chiqarib beradi. Endi kelinglar, belgili qilib yozib ko'ramiz. Ya'ni buni o'rniga masalan o'zgaruvchi deb yozsak, masalan 10 ustidagi anosi bilan o'zgaruvchi deb yozib, printfni ham ichidan o'zgartirib qo'yamiz. O'zgaruvchi deb. Endi bu mana yana xato beradi, chunki on ustidagi chiziqcha, ya'ni o'dagi o yozib bo'lmaydi. Bu xato beradi, ya'ni o'zgaruvchiga belgilar bilan nom berib bo'lmaydi. Endi kelinglar, pastki chiziqcha bilan yozib ko'ramiz. Faqatgina pastki chiziqchani o'zida ishlaydimi, ishlamaydimi tekshirib ko'ramiz va printfni ham ichini o'zgartirib qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bunda run qilsak 12 chiqarib berib turibdi. Endi buni yoniga harfmi, sonmi qo'shib qo'ysak ham bo'ladi. Mana bunda ham ishlaydi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, raqamlardan, harflardan, pastki chiziqchadan foydalanib o'zgaruvchiga nom berishimiz mumkin. Faqatgina birinchi o'zgaruvchini birinchi raqam bilan boshlanmasligi kerak. Mana harflar bilan ham berib ko'ramiz. Bunda ham mana ishlaydi run qilsak. Endi int bilan longni farqini, ya'ni joy egallaydi deb aytib o'tdim. Oldingi darsda o'shani tekshirib ko'ramiz. Intni bilamiz 32 bit, 4 bayt egallaydi, long esa 8 bayt egallaydi. Ya'ni bunda 2 marta katta hisoblanadi. Endi hozir bu taxminan mana 8 tami 9 tami bo'lishi kerak. Soni ajratilgan soni bunda ishladi. Yana bitta raqam qo'shib ko'ramiz. Bunda ham ishladi. Yana bitta qo'shib ko'ramiz. Mana o'sha bunda xato berdi. Demak, int o'zida 9 tagina joy ajrata oladi. Shu bilan xulosa qiladigan bo'lsak, long esa o'zida 18 ta joy ochishi mumkin. Endi bu mana o'sha xato berdi. Endi intni o'rniga long qilib yozib ko'rsak ham bo'ladi, xohlasak. Endi long qilib ko'radigan bo'lsak, buni long, buni ichiga ham sonlar berib ko'ramiz. Mana bunda bemalol ishlaydi bu. Longda d emas, l da berib ketishimiz kerak, shuni unutmanglar.